Men pulam yo'qotdim, uyam yo'qotdim. Cho'cham yo'qotdim. Meni xatoim pul berganimda, meni xatoim ishonganimda. Tarmoqlarda Real Sanjik taxallusi bilan tanilgan taniqli avtobloger va tadbirkor Sanjar Karimovga oid jinoyat ishi bo'yicha apellyatsiya sudida taraflar muzokarasi boshlandi. Unda sudlanuvchining advokatlari muzokara nutqini qilib, birinchi instansiya hukmini qayta ko'rib chiqishni suddan so'ramoqda. Dastlab advokatlardan muzokara nutqini advokat Abduraimov boshladi. Himoyachining aytishicha, birinchi instansiya hukmida giyohvandlik vositasining aniq nomi va miqdori ko'rsatilmagan. U buni dalillarni baholashda jiddiy kamchilik deb hisoblaydi. Advokat shuningdek giyohvandlik vositalarining turi, miqdori va xususiyatlarini aniqlash uchun tegishli ekspertiza zarurligini ta'kidladi. Abduraimovning fikricha, tintuv jarayonida ham bir qator protsessual talablar buzilgan. Xususan, tintuvda qatnashgan ayrim shaxslarning voqeadagi roli, ular nimalarni ko'rgani va nimalarga imzo qo'ygani masalasida savollar borligini bildirdi. Advokatning asosiy talabi qonun buzilgan holda olingan dalillarni nomaqbul deb topish va ularga asoslangan ayblovni bekor qilish. U shuningdek Karimovga nisbatan Jinoyat kodeksining 112, 168 va 273-moddalari bo'yicha ayb yetarli darajada isbotlanmaganini aytib, uchala epizod bo'yicha ham oqlov so'radi. Keyingi advokat Fozilov ham 273-modda bo'yicha ayblovga alohida to'xtaldi. Uning ta'kidlashicha, Karimov giyohvandlik vositasini iste'mol qilganini tan olmagan. Qolaversa, uni boshqa birovga sotish yoki o'tkazish maqsadi bo'lganini ko'rsatuvchi aniq dalillar ishda mavjud emas. Himoyachi telefonlar, yozishmalar va boshqa ma'lumotlar tekshirilganini, biroq Karimovning giyohvandlik vositasini kimga, qachon yoki qanday tarzda o'tkazmoqchi bo'lgani haqida dalil topilmaganini bildirdi. Fozilovning fikricha, tintuv natijalari ham nomaqbul dalil sifatida baholanishi kerak. U 112-modda bo'yicha ham 168-modda bo'yicha ham jinoyat tarkibi mavjud emasligini aytib, ishni tugatishni so'radi. Advokat Ashurov esa Jinoyat kodeksining 112-moddasi bo'yicha ayblovga kengroq to'xtaldi. Himoyachi birinchi instansiya sudida Karimov va jabrlanuvchi o'rtasidagi suhbatlar to'g'ri baholanmaganini ta'kidladi. Uning fikricha, keskin va haqoratli iboralar avtomatik ravishda qotillik yoki zo'ravonlik bilan real tahdid qilish degani emas. Ashurov suddan ushbu suhbat bo'yicha lingvistik ekspertiza o'tkazish zarurati haqidagi iltimosnomalarga e'tibor qaratishni suddan so'radi.